My Dream School zamonaviy ta'lim maskanining bayramona bezatilganligi o'zgacha qiyofa kasb etdi. Har bir burchakda yangi yil ramzlari va bayram chiroqlari jalolangan bo'lsa, markazda yuksak did bilan yozilgan to'kin bayram dasturxoni tadbirga yanada fayz va iliqlik bag'ishladi. Marosim O'zbekiston Respublikasi va Qoraqalpog'iston Respublikasi davlat madhiyalari ijrosi bilan boshlandi. Bu jarayon ta'lim muassasasida bilim berish bilan bir qatorda yosh avlod qalbida milliy g'urur, vatanparvarlik va sadoqat tuyg'ularini shakllantirishga xizmat qiladi. Shundan so'ng so'zga chiqqan barcha o'quvchilarni Yangi yil bayrami bilan samimiy tabriklab, ularga kelgusida puxta bilimli, ma'naviy yetuk va raqobatbardosh yoshlar bo'lib kamol topishlariga tilak bildirishdi. Tadbirning muhim jihati shundaki, barcha chiqishlar to'liq ingliz tilida olib borildi. Tadbirning navbatdagi qismida maktabning eng jajji o'quvchilari, 1-sinf o'quvchilari sahnaga taklif etildi. Ular sentyabr oyidan buyon alifbe darsiga asosida o'rganilgan harflardan boshlanadigan she'rlarni ingliz tilida ifodali tarzda yoddan aytib berishdi. Kichkintoylarning xorijiy tilda erkin so'zlashi, talaffuzidagi aniqlik va sahnadagi o'zini tutishi yig'ilgan ota-onalar hamda mehmonlarda katta qiziqish va ijobiy taassurot uyg'otdi. Ushbu chiqishlar davomida raqslar ham namoyish etildi. Shuningdek, tadbir doirasida milliy qadriyatlarimizni targ'ib etuvchi Kim oladi shu ginani milliy o'yini ham sahnalashtirildi. E'tiborlisi, ushbu o'yin ham ingliz tilidagi izoh va sharhlar asosida o'tkazildi. Bu esa o'quvchilarning milliy an'analarini saqlagan holda ularni xorijiy til orqali ifodalay olish salohiyatini namoyon etdi. Bayram dasturi davomida turli raqslar, o'yinlar va ingliz tilidagi sahna chiqishlari bilan boyitildi. Yangi yilning sevimli qahramoni Qorboboning tashrifi bolajonlar uchun alohida quvonch baxsh etdi. O'quvchilar Qorboboga ingliz tilida she'rlar aytib berib, bayram sovg'alarini qabul qilishdi. My Dream School maktabina katta rahmat. Shu kuyatgan bayramni hammangizni tabriklayman. Shu bugun bayram kayfiyati zo'r bo'ldi. Shu qizim 8-klassda o'qiydi. Afurjonova intizor. Rahmat qilib aytaman shu ustozlarga. Bugungi bayramimiz kayfiyatimiz yaxshi bo'ldi. Sahna ko'rinishlar, she'rlar, badiiy ko'rinish, sahna ko'rinishlar juda ham zo'r bo'ldi. My Dream School maktabidagi o'quvchilarga, Saida direktoriga, hammasiga kattadan katta rahmat aytamiz. Farzandlarimiz kelajakda hamma havas qiladigan bilimli, tarbiyali qizlar, o'g'illar bo'lib yetishsin. Juda ham xursand bo'ldik, bayram kayfiyatlari juda zo'r. Shundan so'ng yuqori sinf o'quvchilari tomonidan tayyorlangan raqslar, ijodiy chiqishlar hamda jamoaviy o'yinlar namoyish etildi. Bundan tashqari, o'qituvchilar uchun mo'ljallangan Niqob ortida kim nomli interaktiv o'yin tashkil etilib, ustozlar va o'quvchilar o'rtasida do'stona va samimiy muhit yanada mustahkamlandi. Tadbir yakunida bayramda faol ishtirok etgan barcha o'quvchilar sertifikat va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Ushbu taqdirlash jarayoni har bir bolaning mehnatini e'tirof etish, ularning o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlash va ilmga bo'lgan qiziqishini yanada oshirishga xizmat qildi. Hello everyone. Today we are celebrating Literacy Day. Bugun biz My Dream School maktabi bilan birgalikda Yangi yil va savodxonlik bayramini nishonlayapmiz. Alifbe bayrami ilk bora ingliz tilida. Bugun biz har bir sinf o'quvchilari tomonidan qo'yilgan sahna asarlari va she'rlarni tingladik va ularni olimpiadalarda va maktab darslarida faol qatnashganligi uchun mukofotladik. Bugungi tadbirimizda ota-onalar va o'qituvchilarimiz ham biz bilan nishonlashdi. Kirib kelayotgan Yangi yil bayrami bilan hammangizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Bizning maktabimizga va o'qitish tizimimizga ishongan ota-onalarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Xulosa o'rnida aytish joizki, My Dream School maktabida tashkil etilgan mazkur Yangi yil va savodxonlik bayrami o'quvchilarning ingliz tilidagi bilimlarini amaliyotda sinovdan o'tkazish, ommaviy chiqish madaniyatini shakllantirish hamda jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etdi. Bunday zamonaviy va ijodiy yondashuvlar yoshlarning kelgusida xalqaro maydonda o'z o'rnini topa oladigan, bilimli va ishonchli avlod bo'lib yetishiga zamin yaratadi.